Yo, assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan o'quvchilar va aziz ota-onalar. Bugun HTMLda ajoyib amaliyot darsimiz. Mana xuddi shu narsani birgalikda yaratib ko'ramiz. Ismingizni kiriting, aytaylik. Xuddi shunaqa narsalar, har xil yoshingiz. HTML. Xo'p, birinchi o'rinda ismingizni kiriting. Xuddi shunaqalarni birgalikda yaratib ko'ramiz. Shunimdek olib o'tib moyimni joylab qo'ysangiz, bemalol enter bosib mana bizning shiftlar va tayyor. Aytaylik, buning ichida bitta forum ochamiz. Ya'ni bu forum asosan ro'yxatlardan o'tish uchun ochiladigan tag. Buning ichida birinchi o'rinda nima bo'lar ekan? Ism. Va ismingizni yozing deb qo'yibdi. 2 nuqta. Bizda input kodi bor. Input type, ya'ni type degani turi degani matn holatida, placeholder degani o'sha input ichiga yozilgan ma'nolar. Ya'ni ismingizni kiriting. Mana shunday qilib qo'ysak, aslida ko'rinadigan bo'ladi. Buni bitta refresh beramiz va mana chiqdi, ismingizni kiriting. Bir xil, bunda ismingizni yozing ham, mana shunaqa qilib qo'yamiz. Ismingizni yozing. Qani tekshiramiz? Mana ismingizni refresh beramiz, yozing deb chiqdi. Hop, endi bizda parol so'rayapti. Endi keling shuni ham birgalikda qilamiz. Hop, buni yoniga chiqarmaslik uchun br tagidan foydalanamiz. Bu br kodi nima degani bilasizmi? 1-2 minut vaqt, 1-2 soniya vaqt bering. 1 2 3 4 5. Br kodi bu keyingi qatorga tushirish uchun ishlatiladigan kod. Misol bunday harf yozsam, bu yonidan emas, pastidan chiqadi mana. Ko'rdingizmi? Endi bu yerga nima bo'lishi kerak? Parol bo'lishi kerak. Parol. Bu yerda ham xuddi shu narsa, input ishlamayapti sal-pal. Type bo'lsin, tur bo'lsin, password. Ya'ni password degani o'sha parol degan ma'noni anglatadi. Endi parol kiriting bo'lsa, password type turidan foydalanamiz. Placeholder, ya'ni nomli aytaylik, parol kiriting deb qo'yamiz. Bunda mayli parol kiriting demayapmiz. Mana bu yerda esa mana parol kiriting deb yozib qo'yish. Keyin shu yer chiroyli bo'lish uchun ikkita br tashlaymiz. Va mana bizda ikkita br tashlandi, sal chiroyliroq bo'lib qoldi. Hop, endi biroz muammolar to'g'rilib qoldi. Bizda endi emailni ham kiritishni o'rganamiz. O'sha yerda yana ikkita br tashlaymiz. O'sha yerda email deb yozamiz. Email, ya'ni input type email bo'lsin. Name ga aytaylik, email ashar qilmasak ham. Bitta refresh beramiz, mana bizda email tayyor. Mana shu yerga qo'ysak nima bo'ladi?
hech baho mayli. Maymundan tayyor. Xuddi shunday. Endi jinsingizni qo'yib, uni ham birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Hop, bu yerda ham input bo'ladi. Type turiga checkbox degan narsa bor. Bu yerga erkak deb yozib qo'yamiz. Erkak, ha. Mana endi ham ikkita bu yozishimiz. Ya'ni keyingi ag'darish uchun erkak, keyin input type turi checkbox yozsa ayol. Mana bizda tayyor. Jinsingizni belgilashingiz uchun bunda checkboxdan emas, bizda boshqacharoq bor. Hozir radio degan nima bor mana. Bu butunlay dumaloq beradi. Ko'rdinglar? Checkbox esa sal dumaloq. Radio mana dumaloq beradi. Endi mana biriga bir o'xshadi. Endi ko'nikmalar debdi. Mana ikkita bu yoq. Ko'nikmalar. Hop. Yani input type endi men checkbox desak bo'ladi. HTML input checkbox yani turi CSS. CSS. Endi bir tekshiramiz. Refresh, mana o'xshadi. Bir o'xshadi ham bitta. O'xshab ketyapti yana. Hop, mana shu yoshingizni kiriting debmiz. Ikkita bir yo'l tashlab kiriting. Hop, input shu yerga number mana yoshingizni kiriting, bemalol o'xshab ketadi. Yaxshi, endi keling xuddi shunaqa kichaytirishga harakat qilib ko'ramiz. Bizda shu yerda hozir minimum va maksimum kodlar bor. Min 1 bo'lsin, maksimum mayli 1000 bo'lsin. Mana dedilar. Mana kichrayib qoldi. Menimcha bemalol xuddi shunga o'xshadi. Bu minimum degani shu katta kichikligini bildirish uchun, masalan maksimum degani bu eniga bo'lsa, shu eniga qisqartirib beradi. 100 nimada qisqartirib beradi hozir. Yoqtirgan rangingiz debdi. BR rangiz. Hop, input bo'ladi yana. Endi shu yerda boshqa narsa bo'ladi. Range. Sizlar bunaqa to'g'ri aytibman. Range bo'lmaydi. Bu yerda color bo'lishi kerak shunda. Color qilsak, shu yerda mana xuddi shu bo'lim chiqadi. Xohlagangizni bosib qo'yarasiz bemalol. Yoqtirgan rangingizni tanlab qo'yarasiz. Hop, tug'ilgan kuningiz. Tug'ilgan kuningiz shu yerda ham input bo'ladi. Hop.
hozir bu yerda ma'nosi deb qo'ydik, oyda o'zi chiqadi mana. Mana ko'rasizlarmi? Shu yerdan xohlaganlar belgilar, shunaqa qilsalar ham bo'ladi. Lekin mouse date deb qo'ysalar ham bo'lardi misol. Mana har xil. Mana hozir buni asosiy shu kodi, ya'ni type turi date ekan. Shuning uchun biz date ga o'zgartirib qo'ydik. Siz buni hozir xohlasangiz month, year qilib o'zgartirib olsangiz bo'lardi bemalol. Xo'p, endi ro'yxatdan bunaqa rasm yuklash. BR keyin rasm yuklash. Xo'p, rasm yuklash. Ya'ni input bo'ladi bizda. Bu yerda endi file tegidan turidan foydalanamiz va shu yerga endi biz kodimizni tekshiramiz. Va mana biz ishlaydi. Mana shu yerdan xohlagan videomizga rasmimizni qo'ysak, bu yerga nickname, ya'ni nomi chiqib kelaveradi. Xuddi mana bu singari. Choose file. Endi ro'yxatdan o'tish va tozalash. Shu yerda ham input bo'ladi. Birinchisi ro'yxatdan o'tish, ya'ni ro'yxatdan submit tasdiqlash. Placeholder submit bo'ladi, bosish tugmasi ham. Bu yoqdan o'tish. Misol shuni bu shunchaki nima qiladi? Sizda bunaqa bu xato aytaylik shu yerga. Ro'yxatdan o'tish bo'lsa, qaysi kodimizdan foydalandik? Reset. Xo'sh, shunaqa button qilib qo'ysak ham bo'ladi. Tugma sifatida button. Nimadir hayolim kelmayapti. Text deb qo'ysak ham bemalol xato ketmaydi. Shu adashtimdan input bo'lmas, shu yerda button bo'lardi, button. Mana shu yerda o'tish tasdiqlash. Shu yerda mana shu kabi o'xshadi degan umiddaman. Agar o'xshagan bo'lsa, bu endi asosan input turlarida, ya'ni o'sha ro'yxatdan o'tamiz, o'shanaqa narsani inputda yozilishini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni bularning barchasi form tegining ichiga yoziladi. Endi shuning ichiga ro'yxatdan o'tishni shunaqa biz hozir dasturchilar uchun kerakli bo'lgan narsani ko'rsatib berdim. Bu o'ta muhim narsa. Misol siz katta joylarda ishlab qolsangiz, menga shunaqa narsa yaratib ber desangiz, ilojingiz yo'q bo'lsa ham shuni yaratib berasan desa, iloji yo'q, boshqa imkon yo'q. Shuning uchun bu videoda oxirigacha va ko'p marta qayta ko'ravering, erinmang. Videomiz juda uzayib ketdi, 15 minutga yo'q qoldi, hech qisi yo'q. Men просто sizlarga yaxshi kontent ulashmoqchi bo'ldim. Yaxshi video
tavsiya qilganim uchun birovnikini ham yomon demayman, o'zimnikini ham juda to'g'ri emas. Lekin shuni ko'rsanglar men foydali ma'lumot ulashayapman degan umiddaman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Uzubi dasturchi.